Fransiyadagi bir sud mahkamasi Uniqlo va Zara'ni o'z ichiga olgan 4 atoqli kiyim-kechak sharikatining Uyg'ur majburiy amgigidan foydaga erishganligiga oid haq talab arzini qabul qilgan. Bu hozirga qadar chet ellarda Uyg'ur majburiy amgigidan foydaga erishish bilan ayblanib ijilgan tunji da'vo bo'lib hisoblandi. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Parij davlatlik terrorlikqa qarshi turish taftish mahkamasidagi sudchilar davlat halqagan shirkatlarning insoniyatga qarshi turish jinoyatiga chetishlik ekanligiga doir arzini tekshirishga boshlaganligini dalillagan. Bu delo bu yil 4-oyda Sherpa cheriklikka qarshi turish korrupsiya, Pokiz kiyim-kechak harakatining Fransiya tarmog'i, Yevropa Uyg'ur instituti va Xitoy lagerida yetib chiqqan Fransiyadagi bir Uyg'ur ayolning arziga asosan turg'izilgan. Fransiya agentligining xabarida aytilishicha, arzdorlar NDTKS, Ispaniyaning Zara shundaqla Uniqlo, Fransiyaning donliq kiyim-kechak guruhi bo'lgan SMCP va donliq oyoq kiyim shirkati Skechers Sharqi Turkiston paxtasi ishlatish bilan ayblagan. Oks jamiyati va Washingtonga joylashgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining yangi dokladida Beijingning chet eldagi Uyg'urlarga besim ishlatish harakatining 30 ga yaqin davlatga tarqalganligi oshkorlandi. Dokladga qaraganda, buning sababi hukumatlar Beijingning kuchi va ta'siridan qo'rqar ekan. Qochadigan yer qolmadi. Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan xalqaro besimi nomli dokladda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan chegara sirtidagi bostirish harakatlari ustida tekshirish olib berilgan. Dokladga qaraganda, dunyodagi kam deganda 28 davlat Xitoy bilan Uyg'urlarni parokandichilik silish va qo'rqitishda hamkorlashib yotibdi. Bularning ichida eng asosli bo'lgani O'rta Sharq va Shimoliy Afrika davlatlari ekan. Dokladga qaraganda 1997 yildan 2016 yilgacha bo'lgan oraliqda Xitoy 23 davlatdagi 851 dan ortiq Uyg'urlarni tutib turish va chegaradan qovlab chiqarishda rol o'ynagan. 2017 yildan boshlab Beijingning faoliyati ko'rinarli oshgan bo'lib, 15 davlatdan kam deganda 695 Uyg'ur tutilgan yoki Xitoyga surgun qilingan. Amerika tadqiqotchilari Xitoyning g'arbiy shimolidagi qit'alararo yadro o'q beshi ballistik boshqarilgan bomba uchun 100 dan ortiq yangi silosning yasalganligini bayqagan. Amerikadagi James Martin yadro qurollarini kengaytirish tadqiqot markazidagi tadqiqotchilar erishgan sun'iy hamroh suratlari Yumen shahriga yaqin necha 100 kilometr qurg'oq quruqlikda nurg'un faoliyatlarning ilib berilayotganligini ko'rsatib bergan. Tadqiqotchilar 100 dan ortiq qurilish o'rnining hozir bor bo'lgan boshqarilgan bomba qo'yib berish aslahalariga nihoyat o'xshaydiganligini ta'kidladi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'muriy rayonida shaharlik hukumat Hong Kongning Xitoyga o'tkazib berilganligining xotir kunida o'tkaziladigan an'anaviy namoyishni cheklagan. 1997 yildagi topshirib berish munosabati bilan har yili demokratiyani qo'llaydiganlar yig'ilishlar o'tkazilgan Victoria bog'chasini taqalgan bo'lib, kishilarga bu yerga yig'ilsa jazoga tortiladiganligi ogohlantirilgan lozunkalar esilgan. Hong Kongning bosh kotibi John Lee Beijing demokratiyani qo'llaydigan yig'ilishlarni bostirish uchun yo'lga qo'ygan davlat bexatarlik qonunini oqlab, kelar yili muqimlikni asliga keltirish uchun bu qonunni texmi yaxshi ishlatadiganligini aytdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un Xitoy virusi yuqumida iqtisodiy qiyinchilikqa duch kelgan davlatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatini yaxshilashga tirishadiganligini bayon qildi. Koreya Markaziy axborot agentligining xabariga qaraganda, Kim Jong-un Xitoy kompartiyasi qurilganligining 100 yilligini tabriklagan. Kim tabrik so'zida o'zlarining davlati bilan Xitoyning munosabatini yaxshilashga tirishadiganligini bildirgan.